Oyi. Qarang, davlat narsani tushirish kerak. O'tib bilasizmi o'zi shunday? O'zlariga keltirish kerak, nimadir qilaylik. Nimadir qilamiz, men nashat respektmi bilmayman. Men qaranglar. Sizlar tashmid o'qiganmisizlar? Yo'q. Ha, men o'qiganman. Nima qilaylik? Xalaqit bermanglar, dalinasini ko'tarishim kerak hozir. Ha. Bo'l. Rahmatjon. Hammasi yaxshi deydi. Sen uyga boraver. Ertaga ertalab darsga kech qolmay keling. Xo'p, siz. Xo'p, agar hammaga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, sizlarga 5 daqiqa vaqt. Menga tez masalani yechib ko'rsatasiz, xo'p? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirsam maylimi? Kir. Har doimgidek uxlab qoldingmi? Yo'q, trubkada qolib ketdim. Rahmatjon qo'l. Jasur ko'rinmadi. Bilmadim. Ha, bugun kelishuvimiz bor edi-ku, ko'rishamiz degan. Har ko'rinib qolsa, o'zi yetarmi bo'lganini? Ha. Xo'p. Bugun pulni yana ham ko'proq ko'tarishimiz kerak, xo'p? Pul ko'tara olmaymiz. Nimaga? Aytib qo'ydim. Sen bola meni o'ldirmoqchimisan? Nima qilay? Nimadandir alamim olishim kerak edi. Bor ko'zimga ko'rinma. Rahmatjon, yaxshimisiz? Zo'r. Bundan zo'r bo'lmasa kerak. Oyim pensiyada yetmaganiga domla bilan urishdim. Mendan baxtli odam yo'q. Naqadar go'zal hayotim. Men siz bilan hazillashayotganim yo'q. Bir hafta oldin sizni odam oldilarida ko'rdim. Bir hafta bo'ldimi? Bu ham bormidi? Odatda odam oldilariga muammosi bor odamlar keladi. Nima, muammosiga odamga o'xshaymanmi? Markazga aylanarmiz? Vaqtim yo'q, pul topishim kerak. Bizning munosabatga pulning nima aloqasi bor? Aloqasi bor. Munosabatlar pul turadi, baxtli soatlar ham pul turadi, hamma narsa pul turadi. Baxt pulda emas. Bu ertangni bir tiniy odam o'ylab topgan. Allah. Hozir operatsiyaga yoziladigan davr. 10 ming dollar to'lov qilsangiz, operatsiyaga yozilasiz. Kecha boradi-ya, o'quvchim ishlatib qo'ydi. Nima deysiz? E'tibor bermang. Shuni o'ylab yuribman o'zi. Tezroq topib yozilishga harakat qilamiz, xo'p? Tezlashing. Pul nima bo'ldi? Agar bugun pul qo'limda bo'lmasa, domlaning janozasiga boshqa domla chaqirib turaman.